94 kilo 300. Yuqorimiz akalar mana 2 tish. Kommentariyga yozib ketinglar, xudo xolasa obunachilar, necha kilogramm go'sht foizini beradi akalar. Qo'yimizni so'yib taroziga tortib oldik akalar. Mana 4 bo'lagini o'zi mana akalar. Mana hurmatli obunachilar, mana shu qo'chqorimizni hozir qassobga chiqarib olyapmiz. Necha kilogramm go'sht foizini berishini kommentariyada izohlaysiz. Qoldirib turing. Hozir qo'chqorimizni taroziga tortib so'yilish jarayoni, xudo xolasa tarozida qancha go'sht kelganigacha ko'rsatib boramiz. Videoda oxirigacha ko'rib turing akalar. Qora. Mana 94 kilo 300. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorimizni ham taroziga tortib oldik. Xudo xolasa qo'chqorimiz 94 kilo 300 keldi. Endi qo'ldan kelgancha endi o'zimiz taroziga tortib, o'zimiz video qilishga harakat qildik akalar. Lekin tagiga tegib turgani yo'q. Xudo xolasa bu qo'chqorimiz akalar mana 2 tish. Mana 2 tish. Bo'lar 90 chiqadi, xudo xolasa. Lekin 7 oydan beri akalar quruq yemini yeb turgan ekan. Xudo xolasa mana badani ham semiz bir qarich keladi. Oldi orqasi baravar ekan mana. To'shlari ham to'la, xudo xolasa. Bo'ynlari ham aniq akalar mana. Xudo xolasa olganga ham, sotganga ham, boqqanga ham xudo barakasini bersin akalar. Endi hozir qo'chqorimizni qassobga berdik. Endi 135 mingdan kelishdi, xudo xolasa. Qarang, kommentariyga yozib ketinglar, xudo xolasa obunachilar, necha kilogramm go'sht foizini beradi akalar. Lekin 90 aytganimiz 70% beryapti deganmiz. Lekin mana shu qo'chqorimiz necha foiz beradi lekin bilmadik-ku. Bu yog'i xudodan. Kommentariyada izohlaringizni qoldirib ketsa, necha kilogramm go'sht foizini berishini ekan mana. 7 oydan beri yemini yeb turgan, xudo xolasa. Hamma yuklarga kelishgan ekan. Kam dumba sergo'sh variantida. Har bittamizga akalar mana qo'chqor boqish nasib qilsin akalar, xudo xolasa. Eng qizig'i kimnigadir mana shunaqa sifatli qo'chqor yemini yeb turgan sifatli qo'chqorni ehson marosimga yoki qassoblar so'yib olaman deydigan bo'lsa, akalar kommentariyaga nomerimni qoldirib ketaman. Bemalol pastdan bilan aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan holatda qo'yni oyog'iga kelishlaveradi akalar. Tavsiya qilaman buni qo'chqorlardan. Endi hozir qassobimiz kelsa buni so'yib olamiz. Endi shunday narsada akalar, to'g'ri tushunasizlar, YouTube algoritmi qonli sahna boshqalarda bloklaydi. Shuning uchun sizlarga akalar bu so'yilish jarayonini ko'rsatmaymiz, lekin tarozida masalan go'shini taroziga tortilayotgan jarayonini sizlarga ko'rsatib boramiz akalar. Endi qo'ldan kelsa patishkani yemaysizlar degan umiddamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mana hurmatli obunachilar, qo'yimizni so'yib taroziga tortib oldik akalar. Mana 4 bo'lagini o'zi mana akalar 7 kilogramm keldi akalar mana shu holatida. Ichlarini tozalab tashlandi akalar mana. Xudo xolasa olganga ham, sotganga ham xudo barakasini bersin akalar. 7 kilogramm. Lekin ichki yog'i bilan akalar, ichki yog'i 6 kilo chiqdi. Ichki yog'i bilan 63 kilo keldi akalar. Kommentariyaga necha foiz berganini kommentariyada yozib ketasizlar akalar, xudo xolasa. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa akalar, like bosishni unutmang. Obuna bo'lishni ham unutmaysizlar akalar. Xudo xolasa zo'rlarni chiqarib boramiz.